Assalomu alaykum. Bugun IELTS reading haqida gaplashamiz. Bu videoni ko'rish orqali siz IELTS reading darajangizni bir oyda 1 ballga ko'tarish yo'lini o'rganib olishingiz mumkin bo'ladi. Birinchi bo'lib shuni ta'kidlab o'tishimiz kerakki, hech qanaqa mo'jizaviy formulalar yoki shortkatlar yo'q. Readingni oshirish uchun mehnat qilish kerak. Hozir sizga beradigan ikkita usulim orqali bemalol IELTS reading darajangizni ko'tarib olishingiz mumkin bo'ladi. Birinchisi bu o'qish. O'qish deganda ko'pchilik kitoblar o'qishni nazarda tushadi. Masalan, self development, science fiction shunga o'xshash kitoblar o'qishadi. Kitob o'qish umumiy reading comprehension, ya'ni tushunishni o'stirishga yordam berishi mumkin. Lekin aynan IELTS readingni oshirish uchun IELTS reading passage'larga yaqin bo'lgan artikellarni o'qish kerak. Ular ma'lumki New Scientist va Economist artikellari. Ko'pincha passage'lar ham, misol uchun IELTS passage'lar ham shu New Scientist, Economistdan olinadi. Endi o'qish deganda ham o'ziga yarasha o'qish usullari bor. Shunchaki oddiy o'qib ketish emas, o'qiganda ham har bitta o'sha o'qiyotgan page'dagi so'zlar tarjima qilish kerak. Misol uchun highlighter olib turib bitta pageda o'qiyapsizda, o'sha har bitta o'qigan so'zingizni, bilmagan yangi so'zlaringizni ustiga chizib turib, tarjimashini ustiga yozib ketasiz. Va undan keyin har bitta paragrafga siz heading yozib chiqishingiz kerak bo'ladi. Bu orqali siz ham reading comprehensioningizni o'stirasiz va bundan tashqari qiyin IELTSdagi o'sha reading savol turlaridan biri bo'lgan matching headinglar ham oson bo'lib qoladi. Mana shu usulda har kuni practice qiladigan bo'lsangiz, reading comprehensioningiz va vocabularingiz ancha o'sib boradi. Va mana artikellarda leveli, darajasi IELTSga yaqin bo'lganligi uchun siz IELTS reading darajasini o'stirish osonroq bo'ladi. Ikkinchi usul bu reading passage'lar bilan to'g'ri ishlash. Har kuni 3 ta full test qilib yoki 10 ta passage qilgandan ko'ra bitta passage qilib uni cho'tki qilib analiz qilgan yaxshiroq. Hozir shu analiz qilishda bizga maxsus jadval, preference table deb ataymiz buni ko'pincha. Mana shu jadval yordam beradi. Hozir ekraningizda ko'rib turibsiz bu jadvalda. Mana shu jadvalga asosan analiz qiladigan bo'lsangiz, reading passage'larda ancha o'sha readingingizni o'sishiga ko'proq yordam beradi. Endi jadvalda ko'rib turganingizda bu yerda ko'pgina qatorlar bor. Asosiysi mana sizga ko'rinib turgani keywords from passage, keywords from question. Ya'ni sizga javobni topishga yordam bergan asosiy keywordlarni passagdan topasizda va uni sinonimi yoki shunga yaqin bo'lgan so'zlarni questionlardan topasiz. Buni example masalan o'sha siz ko'rib turgan mana jadvalda berilgan. Va bundan keyin mistakes. Agar siz xato qilinmagan bo'lsa, o'tib ketaverasiz. Mana XX qo'yib qo'yilgan bunda. Agar xato qiladigan bo'lsangiz, nimaga sizni javobingiz noto'g'ri bo'lganligini shuni tushunib turib, analiz qilib turib yozishingiz kerak o'sha yerga. Va undan keyingi ikkinchi oxirgi xonasiga nimaga to'g'ri javob aslida to'g'riligini ham tushunganingizni isbotlash uchun yozishingiz kerak. Bir kunda shu 10 ta passage qilgandan ko'ra bitta passage shunaqa qilib analiz qiladigan bo'lsangiz, bir oyda reading darajasi sezilarli darajada o'sishi kerak. Agar videoni foydali deb topgan bo'lsangiz, like bosib, uni inglizini o'rganayotgan do'stlaringiz bilan bo'lishib qo'ying. Yuqoridagi jadvalni elektron variantini olishni xohlasangiz, opsiyaniyadagi link orqali Telegram kanalimizga o'ting.